Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Hovli uy sotiladi. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar 5 bola 8-martda bo'ldi do'stlar. Ushbu mahalladan to'g'ri ichkariga kirganimizda qabristondan o'tgandan keyin o'ng qo'lda keladi. 8 sotixdan iborat 4 xona uyi tayyor, bir xonasi korobcha. Общий uylar soni 5 xonadan iborat. Sanuzyeli alohida do'stlar. Shu uyni sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beray. Juda ham ko'p obunachilarim mendan so'rashadi. Farg'ona shahar 5 bola 8-martdan gaz suv svetidan muammosi yo'q hududdan chiroyli mahalladan bitta hovli chiqaring Sergey Pazbe deganlarga mana bitta emas chiroyli nomer 1 hovli sizlarga topib qo'ydim. Bu uyimizning tashqi fasad qismi. To'g'ri kirib keldik, hech qayerga burilmadik do'stlar. Ushbu faizli hovli bu tomonga shundoq tushib ketsangiz bo'ladi. Biz sizlar bilan endi uyimizni birgalikda sayohatini boshlaymiz. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Aytgancha shu darvoza do'stlar Namangondan $1200 olib kerilgan ekan. Hovliga kirganimizda hashamatli ushbu faizli bino bizni kutib turibdi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. O'rtada kattagina ziloniy zonasi bor. Polniy atrofi shlakablok bilan o'ralgan to'rtburchak holatda. Aytib o'tganimdek gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Ushbu ko'rib turgan binoyimiz do'stlar pishig'ish, xomg'ish aralash qurilgan, Cessna poyezdlar quyib qo'yishgan, kotej forma qilingan. Bu tomonga endi mana ko'kka shunga o'xshagan narsalarni ekib juda ham chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Ba'zi bir ishlari qolgan, buni endi oluvchi inson o'ziga chiroyli qilib moslab olsa bo'ladi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Undan tashqari uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, klinikalar yaqin. Romlarimiz imzo romlar qo'yilgan do'stlar. Eshiklarimiz Aquaplast eshiklari qo'yilgan. Hovlimiz orqa tomoniga o'tganimizda tandir o'choqqa joy, kattagina agorod qismi, bu tomonga yana qo'shimcha bitta xona uy solsa bo'ladi va shu ko'rib turgan xonangiz bitmagan xolos, qolgan hammasi bitgan. Bu hovlimizni orqa tomon qismi. Tandirni oldidan ichkariga kirganimizda xohlasangiz siz bu xonani sanuzyel hojatxona, xohlasangiz kladovka sifatida ishlatsangiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, shu xonasi korobka va o'ytdagi burchakdagi bitta xonasi korobka holatda. Hozir u xonani ham ko'rsataman, keyin asosiy uylarga kiramiz. Ungacha do'stlar sizlar videoga like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, sababi biz qo'yib borayotgan yangi video obzorlarda o'tkazib olmaslik uchun. Bu endi hovlimizni orqa tomon qismi do'stlar. Ketdik. Sizlar bilan birgalikda o'sha bir xona korobka holatni ko'ramiz. Buni endi uy egalari bizga aytishdiki, Sergey Pazbe bu joyda biz oshxona uchun mo'ljallagan deydi-da. Endi oladigan odam shuni bitqizib olsa bo'lgani. Endi qarang, uyimiz orqa tomondan ham kirsa eshik bor, xot qo'yib qo'yishgan va oldi tomondan ham xotimiz bor. Biz orqa tomondan kirdik. Kirganimizda biza uzungina, kengina proxod hol qismi kutib turibdi. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Uyimizda sifatli radiatorlar qo'yilgan. Duxkontrli otopleniyalari bor. Ichki eshiklarimiz MDF eshiklar qo'yilgan. Tashqi romlarimiz imzo romlari do'stlar. Eshiklari Aquaplast. Birinchi xonadan boshlaymiz. Kattagina mehmonxona, ikkita katta derazasi, pastda 3 ta derazasi tashqari tomonga qarab turibdi. Sifatli radiatorlar qo'yilgan. Shuni ro'parasida yana bitta xona, hozirgi kunda bu xonada oshxona sifatida ishlatilyapti-ki, endi oladigan odam narigi tomonni bitqizib olsa, buni yana bitta xona qilib qo'ysa bo'ladi. Xonaning ichidan xonaga o'tsak bo'ladi. Bu yana bitta xonasi. Aytayapman-ku do'stlar, oladigan odam qaysi birini kattalar yotoqxonasi, qaysi birini bolalar xonasi qilish endi o'zliklariga havola. Lekin har bitta xonaga, koridorlarga sifatli radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. 100% uyimiz isitish tizimiga ega do'stlar. Bu yana bitta xonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Holati shu. Devorlar shpakulyovka emulsiya qilgan, svet montajlari bo'lgan, suv montajlari bo'lgan, gaz montajlari bo'lgan. Hozirgi kunda o'zliklari yashayapti va oxirgi joyimiz do'stlar bu uyimizni sanuzyel hojatxonasi, aristonlarimiz bor, vannalar qo'yib qo'yilgan. Bu tomonda mana duxkontrli otopleniyalari bor. Manzil Farg'ona shahar do'stlar 8-mart 5 bola hududida joylashgan 8 sotiq, общий 5 xona, 4 xonasi bitgan, bir xonasi korobka holatdagi ushbu faizli qo'li uyimiz sotuvga chiqyapti. Uyimizning narxi $77,000. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib bitta qo'ldan ushbu hovlini xarid qilishlari mumkin. Sizlar bilan Sergey Pazbe va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi videogacha xayr. Uyimizni 1 dan 5 son bo'yicha baholab qo'yinglar. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, uyimizni 1 dan 5 son bo'yicha baholanglar. Keyingi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Fikrlaringni izohlarda kutib qolaman.